Bunisi Abdulloh, meni o'g'lim, ikkinchisi Muhammad Amin, bu ukamning o'g'li bo'ladi. Bu videoni olishimizdan maqsad ukamni hamma taniydi, biz aka-ukamiz. Deyarli 30 yildan beri birgamiz, 20 yildan oshiq birga ishlaymiz. Shu paytgacha umuman ajralmaganmiz bir-birimizdan. Xudo xolasa bundan keyin ham umrimizning oxirigacha birga bo'lamiz. Nima deydi, men Allohdan so'rab qolaman, vaqt soati kelgandan keyin mana shu ikkalamizni bittada jonimizni olishini, chunki biz nima deydi, hech qachon ajralmaganmiz. Iloyim farzandlarimizni nimaga aytib o'tdim, bu farzandlarimizni ham billa olib yuribmiz. Mana shu bir-biriga mehri shunaqa darajada xuddi bizanikiga o'xshab bog'lanib, hech qachon bir-biridan ajralmasligi uchun 23 yilmi 24 yildan beri birga ishlaymiz. Ukam bilan bir xil aka-ukalarni ko'ramiz. Bir-biri bilan yarim soat gaplasha olmaydi-da, urushib ketadi. Aka-ukalar bir-biri bilan dushman bo'lib, urushib, talashib yurgandan keyin farzandlari uni ko'rib, farzandlari ham bir-biri bilan urushib, talashib, yuz ko'rmas bo'lib ketyapti-da. Onajon, sizga katta rahmat. Bizani nima bo'lganda ham, qanaqa qiyinchilikni katta qilgan bo'lsangiz ham, nima bo'lganda ham bir-biringga mehr-oqibatli bo'linglar deb miyamizga qo'yardingiz. Bu hammasi sizni mehnatingiz.